Fister. Bu videoda albatta biz Minecraft'dagi Herobrine kim? Ya'ni u o'yinchimi yoki mavjudot? Bu haqida men qisqacha batafsil ma'lumot berib o'taman. Tushunmagan bo'lsanglar unda qulay o'tirib olinglar va yeb ichgan narsa olib kelib olinglar. Qani bo'lmabsan go. Birinchi navbatda biz Herobrine o'zi nima va kim? Yo o'yinchimi yo mavjudot? Shu savollarga javob topib olsak. Herobrine aslida o'yinchi ham emas, mavjudot yoki monster ham emas. U shunchaki horror va u Minecraftda mavjud emas. Bu haqida sizlarga qisqacha o'zini hayoti, ya'ni afsonalari haqida ma'lumot berib o'taman. Herobrine bu Minecraft o'yinida mavjud bo'lmagan, ammo o'yinchilar orasida mashhur bo'lgan afsonaviy belgi. U rasmiy Minecraft o'yinida mavjud emas. Lekin u haqida ko'plab mish-mishlar, afsonalar va fanatlar tomonidan yaratilgan hikoyalar mavjud. Herobrine o'yinda faqat mish-mishlarga asoslangan belgi bo'lib, Minecraftning ishlab chiqaruvchilari Mojang uni hech qachon rasmiy belgisi sifatida qo'shmagan. Herobrine o'yinchiga juda o'xshash, lekin uning ko'zlari porlaydi. Odatiy Minecraft o'yinchilarining ko'zlari qora bo'ladi. U ko'pincha odatdagi Minecraft o'yinchisiga o'xshab, ko'k yoki yashil rangdagi ko'ylakda tasvirlanadi, lekin uning ko'zlari oq rangda porlaydi. Bu uning o'yinchilardan ajralib turadigan asosiy xususiyatidir. Afsonaning tarixi. Herobrine haqida birinchi hikoya 2010-yilda Minecraft forumlarida paydo bo'ladi. O'yinchilar bir-biriga Herobrine ko'rishganini yoki ularning o'yinlariga kirib, ularning qurilishlarini buzib yuborganligini aytib o'tishgan. Ko'plab o'yinchilar Herobrine o'yinda yolg'iz sayr qiluvchi, o'yinchilarga zarar yetkazishga harakat qiluvchi yoki maxfiy tarzda o'yinni o'zgartiradigan qorong'u figura sifatida tasvirlangan mish-mishlar va xatti-harakatlar. Herobrine haqida gapiriladigan ko'plab afsonalar mavjud. Masalan, Herobrine o'yinchilarga ko'pincha tuzoqlarni qurish, ularning uylarini yo'q qilish yoki ular bilan o'yin o'ynashni boshlaydi. Ba'zi hikoyalar Herobrine o'yinchilarining dunyosiga kirib, ularni o'zining qorong'u va xavfli faoliyatlari bilan doimo quvib yetib boradi. Masalan, o'yin serverlarida qiziqarli tajribalar yoki g'alati holatlar harakati. U o'yin dunyosida to'satdan paydo bo'lib, xavfli va sirli xatti-harakatlar sodir qiladi. Masalan, daraxtlarning barglarini olib tashlaydi, kichik piramida yoki tunnel kabi g'alati tuzilmalar yaratadi, yoki o'yinchilarni kuzatadi va ularga hujum qiladi. Haqiqat yoki afsona. Mojang o'yin ishlab chiqaruvchisi Herobrine haqidagi mish-mishlarni rad etgan va u hech qachon o'yinda bo'lmaganligini aytib o'tgan. Har bir yangilanishda Mojang hazil tariqasida Remote Herobrine, buning tarjimasi Herobrine o'chirildi deb yozadi. Afsona davomiyligi. O'yinchilar modlar va maxsus xaritalar orqali Herobrine o'yin ichida qo'shilgan, bu esa afsonaning uzoq davom etishiga sabab bo'lgan. Herobrinening ma'nosi: u o'yinchilar uchun sirli va qo'rqinchli element bo'lib qoladi. Bu harakatlar asosan Minecraft jamoasi tomonidan yaratilgan ommaviy afsonaning bir qismi. Herobrinening eng qo'rqinchli elementlari: sirli tobut. Herobrine hech qanday tushunarsiz paydo bo'ladi, o'yinchilarni kuzatadi va g'alati ishlarni amalga oshiradi. Bu o'yinchilar orasida kuchli qo'rquv uyg'otadi va yana bitta eng qo'rqinchli afsonalardan biri. Minecraft yaratuvchisi Not, ya'ni Markus Personning ukasini vafotidan so'ng Minecraftda hali hamon ruhiy izg'ib yuradi degan mish-mishlar ko'paygan. Lekin bularning hammasi mish-mish, chunki Notich buni o'zi ta'kidlab yana aytib o'tgan, meni ukam bo'lmagan deb. Minecraftda Herobrine'ni g'alati chaqirish yo'li ham bor. Bu albatta hech qachon ish bermagan va ish bermaydi ham, chunki albatta bularning hammasi uyushtirilgan va mod hisoblanadi. Hozirgi kunda har xil videolar chiqib ketgan Herobrine chaqirish yo'li haqidagi videolar va hech qaysi biri o'xshamaganligini ko'rsatib o'tadi. Albatta buni men ham sinab ko'rganman va albatta menda umuman o'xshamagan va o'xshaganlari esa bu albatta cheat yoki mod bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, kechasi qorong'uda qorda yuribsiz yoki o'rmonda, qop-qorong'u o'rmonda izg'ib yuribsiz. To'satdan oldingizda sharp o'tib ketdi yoki ruh o'tib ketdi. Albatta bu Herobrine bo'lishi mumkin yoki qandaydir o'zingiz qo'shgan horror yoki cheat bo'lishi mumkin. Va bularning hammasi mod yoki cheat. Siz Herobrine kimligini bilgan bo'lsangiz, men bundan juda xursandman. Sizlar video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan men Fister Herobrine haqida yana o'zingizning savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozib va like va obunani bosib qo'yishni ham unutmang. Sizlar bilan men Fister. Keyingi videolarda ko'rishguncha